Pahlavonda juda ko'pchilik kvartira so'raydi. Shu Pahlavonda joylashgan 11-domda 2 xonali yangi remontdan chiqqan yashashga tayyor kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Hozir sizlar bilan birgalikda obzorini ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, ushbu kvartiramiz ko'rib turganingizdek yangi remontdan chiqqan va eshikdan kirib kelaverishimizda to'g'rimizda kiyim ilish uchun garderoblarni qilib qo'yilgan va bu tomonda bitta xonamiz mavjud hamda bu xonamizni ro'parasida ham yana bitta xonamiz mavjud. Ya'ni bu kvartiramiz aytib o'tganimizdek 2 xonali bo'ladi. Va ushbu xonamizdan chiqib kelganimizda mana bu tomonda sanuzil va bu tomonimizda hojatxona joylashtirilgan. Ya'ni sanuzil hojatxonalari alohida joylashtirilgan. Va bu tomon kirib kelganimizda mana shunday oshxonani balkonga olib chiqilgan, oshxona ham yana bitta xonaga ko'paygan. Va oshxonamiz balkonga ko'chirilgan va balkonlari ham shunaqa keng holatda. Xonadonimiz birinchi etajda joylashgan va orqa hovlisiga ham ega. Qadrdonlar, ushbu xonadonimizda kommunallari keladigan bo'lsa, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q, chunki sentr joyda joylashgan. Ushbu xonadonimizga narxiga keladigan bo'lsak, mana bu yerda egalar nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, kelishuv asosida xarid qilishingiz mumkin. Namangan uy-joy kanallarimizga obuna bo'lishni unutmang.